Silvervoid. Bugungi videoda bize Blockbuster modini 100% ishlatishni o'rganamiz. Qani go bo'lmasa. Короче, Bible. Zemayni mod yuklagan bo'lishlaring kerak. Telegramdan dush urayotganman. Biz olamiz. Birinchidan bitta metga qo'yamiz. Keyin настройки kiramiz. Control pastga tushamiz. Bitta narsalar o'zini qurilmalar nom chiqadi. Mana P qo'yaman, I, O. Sizlar ham shunday qilib shu yoqqa shunday qo'yib chiqasiz. Qo'yganlaring ustiga bo'lsa, mana o'sha harfni shuni ustiga bo'lsa, qo'yilashi. Naslimni ustiga bo'lsa, T qo'yishim. Keyin T ustiga bo'lsa, P ni bo'lsa P qo'yiladi. Sen chiqamiz keyin. Biz masalan odamni memnuniyatga yugurtirmoqchi biz ham masalan o'sib ko'raman. Mana kuch chiqdi mana. O'g'lim qilganim menga yilla bo'lib ketgan bo'lsa. Короче, mana shunaqa endi qilish o'rgatim. Kram settingga. Mana o'z nomi skanka deb bosib qo'ygan. Kirsam zal qo'shdi. Mana qayerdan bunaqalarda mana 4 ta yozuv chiqadi, plus chiqadi. Plus deb bo'lsam, ketdan любой narsani qo'ysanglar bo'ladi. Sizlar obuna Bütün kanalımızı. Obun bile. Ne yazdım? Mana ko'rish obuna bul. Shuni açıqlaymiz. Shu qo'ygandan keyin pastdamakda chiqcham bo'lsangiz. Paydo bo'lgan bitta mana shuni ko'rib bo'lsangiz qo'ytirmayman. Mana shu bu narsani qo'ysa bo'ladi. Masalan ma'lumotlarni har bir joyga qo'yaveramiz. Eshitib bo'lsangiz hech chiqmaymiz. Telefon yonidan chiqarib olsanglar bo'lasizlar chiqishda. Undan keyin P harfini bosasizlar telefonni belgilab on ekan. Bosgan ekan mana. Biz shu odamga aylanamiz. Masalan biz bunday qilamiz. Yana shu onu bosamiz bo'ladi. Keyin biz i'ni bosamiz. Boshimizdan keyin qilamiz. Qo'limizni o'zini qurolni olamiz. Ne buyruq. Mana shunaqa bo'ladi. Hikkaram boshqasi mana shunaqa moddan foydalanaman. Fikiramizni emas chiqaramiz. Tutdi, mana bitta narsa bor. Ilhomim ketganimizni mana. Короче, endi shuni o'ylaylar, mod ishlashini. Kelinglar biz yana bitta ikkita narsasini o'rgatamiz. Qanday mamnun qo'llarini men videoga bunday qilib harakatlantirsa bo'ladi. Tutma qarashim. Turibdi ikki qo'lni yo'l. Qanday qilsa bo'ladi? Shuni kiramiz. Shuni o'zi turibdi. Shuni o'zida editda bosamiz. Shundan so'ng yarasa men o'zi chetdan turibdi. Buni bosib o'lgan deb qo'ysalar bo'ladi. Turgan yo'q. Har xilchasi. Mana bu haqiqatan o'lgan. Har xilchasi bu. Teposi. Fon ko'tarib. Kelib o'zimiz yaratamiz. O'samiz. Bu yerda qaysi qo'yilgan bo'lsa o'zi qanaqa qilsa bo'ladi. Şunu çıkarmış. Uzun güzel. Blitz.
O yolda aylantirib tashladim. To'xtaylarda bo'laman. O'zini tüküraylik. Bak qo'tqu. Ve işlemeye koy. To'xtaylar olib boshlaydi. Böyle. Ben şunu açıp bir ekmek mikrofonu koyup burada kaç sene sürdüm ben etkili basarız. Selam üzerine ettim nasıl böyle. Kaynağı kılmakla kısa böyle. Kımaç beyin nasıl oldu bitti. Bulduk değil mi? Çıkış bulsanız. Ya işlemeyapti. Matn qilsa kerak. Pisti bo'lsaydi. Pisti bosqulak emas, endi talayda editni bosardi. Bosgandan keyin shuni bosamiz. Chiqamiz. Turib yurman. Sal adashib ketibman. Hammadan uzr so'rayman. O'shancha bitta versiyada ishlashi mumkin. Bu booster mod faqatgina 1.12 versiyaga ishlaydi. Bir to'shq 12 versiyadan boshqasi ishlamaydi. Boshqa versiyaga ham chiqmagan. Do'stlar, talasam bo'ladi. Blockbuster modunu qanday o'rnatishda men уже qo'yib bo'lgim kerak. Hapchi mashinalarga mashina mo'shman, birinchisidan boshlab hammasi. Masalan, aytdik kamera modi bu. Modlar haqida ham video qo'yganman. Alohida bu men YouTube kanalimda to'plab bo'ladi. Eshiklar modi. Eshiklar modi qanaqa mod ishlashi mumkin? Masalan, qaranglar. Shuni yo'l qarang, animatsiya bilan. Asosan o'tib yo'q. Minecraft shuni yo'q bo'ladi animatsiyasi. Kempte katta hamnash eshiklar ham bu. Nima qo'yildi? Hadi. Şutum. Tushungan bo'lsanglar kerak menimcha. Har xil modlar bo'lmasa mana shu modlar artefakt ishlatganimiz kerak modlarda. Olib yuraylik, menimcha yurtiradigan. Adashib bo'lmas ekan. Qaysi bo'lishi mumkin? Blockbuster, Touchpoint modi har xil modlar bor pastda. Bu modni ham o'zim Telegram kanalimga tayyorlaganman. Dollars modi Creeper. Men o'zim bilmayman, o'tganman, jamcha qaramayman. Minecraft, короче, shunaqa modlar bu. Mana 3 ta mod, bitta mod deyki o'zi. Har xil mana maslahat beramiz. Endi bu inventor yo'qlik ketyapti. Короче, shunaqa gaplar bo'ldi. Qanaqa gap deyishim mumkin W. Chiramiz W qo'ysa W mos hamma narsa chiqib turibdi. Kemayingiz qanday shuni kamat yozib qo'yinglar. Optifine va Короче, FPS yaxshi degan hamma narsa menda turibdi. Keyin ko'pchilikda foydalanuvchilar ko'targan. Shuni ham bir to'g'rilatib sizlarga yordam berib ketaman. Bitta bu Optifine o'rnatgandan keyin video settings kirasizlar. Animation narsa ochiladi. Kirasizlar, off qilib qo'yasizlar. Levelslardan 100 turani 0 qilib qo'yasizlar. Chunki ucham har xil qilmasizlar, 4 ga qo'yib qo'yasizlar. Hammasini ko'rishib maktab chiqasizlar. Tushib musiqada mana shuni o'chirib qo'yamiz. Minecraft o'zining musikasi va kerak narsa.
Chat settings benim kerak emas. Smartbars bir. Anima uchun ofislar o'zlash ko'p narsa birashmaydi. Telegramda Kindle yozibdi menga. Video umid bo'lib videoni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Tez 5 minutlar ichida tushuntirib beraganman. Men keyingi sizlarga bitta narsa o'rtaman. Blogposter o'yid narsa bu. Blogposter qarasizlar. O'zim mana tuxumchasini o'zim qo'ydimmi? Mana shuni olasizlar. Mana shuni qo'yamiz. Endi bosamiz. Bitta beramiz bunga. Har qancha narsalarni stikini qo'ysa bo'ladi. Masalan, mana shu biratdi. Shuni qo'ydik. Chiqamiz. Boshiga chiqib ketdimi bu biratdi. O'tib to'xtaydi. Tush bosini kerak. O'tari bosamiz yana. Mana shu kiraylik. Mana shu yerda ko'raylik, umrni ko'rmayman. Bilmayman lekin bu qanaqa animatsiya beradi. Ko'rasizlar. Ammo bilmayman o'zim ham. Qanaqa animatsiya berishni o'zim jamchalik yaxshi bilmayman. Jamchalik. Bilmayman degan yo'qmi? Короче, ularni lavga tashaveramiz. Короче, undan keyin yana video chiqishini istasanglar like bosinglar. Yana sizlarga qanaqa yordam kerak, qanaqa narsa kerak, spas kerakmi, shader kerakmi, mod o'rnatish bilmaysizlarmi, qanaqa mod o'ylab menga aytsanglar, hammasini hal qilib beraman. Chunki men Minecraftda 4-5 yil o'ynadim. Sizlar bilan silver bo'lyapti hozircha. Yana bir gap, men kanalimda o'zi ikkita normalroq video bor. Hozircha. Bundan keyin biz bundan ham zo'r kontentlarni chiqarishni boshlaymiz. Buning uchun kanalga like va obunani bosib qo'ying. Kanalga like va obunani bosmay odamlarni biza. Albatta bu hazil edi. Biroz yo bro, sen kanalga obuna bo'lganmisan deb sizdan so'rab. Qilmayman, xotirmayli. Bu nima uchun kerak deyishim mumkin, ya'ni blogposter tushuntirishga o'tib ketaman. O'zida ko'rsatishlar. Mana ular shuni qo'yasizlar. Ne to'xtayman. Orqada reklama olmaslar uchun orqaga reklama qo'yib qo'yasizlar. Yomon bo'ladi. Orqaga reklama bannerlarini qo'ysanglar bo'ladi. Artefaktdan foydalanganman. Orqaga masalan YouTube kanalining rasmini qo'yib qo'ydim video. Mashina foydalansam. Bittagina blogposter modini o'zini ishlatib bo'lmaydi. Uning uchun bizga blogposter modini ham o'rnatish kerak bo'ladi. Hammasini video Telegram kanalda turibdi. Mod nima deyishlar mumkin? Buni bosarmiz. Qaysi bosadi? Bilmaydi. Qaysiga? Bilmaydi. Turchi qaysi tugmani bosish orqali biz modni o'sib har xil hayvonlarga aylansa ham bo'ladi. Albatta boshqa ma'lumot uchun videoda aytmayman. Yana aytib qo'yasizlar qanaqa modlar kerak. Hammasini sizlarga men o'zim topib beraman. Sizlar qiynalib yurmaysizlar. Men o'zim onlayn zarchi berib o'ynaganman telefonda. Короче, sizlar bilan Silver Void bo'ldi. Kanalga obuna va like ni bosib qo'ying. Unda xayr.